Birato'la 5 ta mashinamizni sizlarga narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Juda ham arzon narxlar, bunaqa narxlarda hech joydan topolmasliklaringga kafolat beramiz. Mashinamiz bizga juda qimmatga o'tib qolgan, Vikipdan qaytgan, narxi $3000. 2010-yil. 2015-yil mashinamiz, bu ham variantdan qaytgan, o'z-moz ishlari bor. 2015-yil, narxi $3300. Rahmat aka. Zo'r xalaqit qildingiz. $3300. Bu mashinamiz narxi $2900. 2015-yil mashinamiz, hamma kamchiliklarni qilib qo'ydik, xudo xolasa. Hech qanaqa kamchiligi, turta yumshoq balonlar, gaz, hamma narsasi bor. Narxini 4800 qo'ygan edik, $4400 ga tushirdik. Aytadigan narxlarimiz faqat naqd pulga, nasiyaga berilmaydi. 2015 $3300 ga tushirdik. Yili 2015. 2010-yil Nexia'miz holati o'rtacha, yaxshi ham emas, yomon ham emas holati. Narxini $2900 qilib belgiladik. Bunaqa narxlar, bunaqa shanslar faqat NBNda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etib, bitta videoga like bosish esdan chiqmasin.